Uyingizdagi plastik romlar sizga uzoq yillar davomida sifatli xizmat qilishini xohlaysizmi? Unda ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Romni maxsus tozalash ishlarini 1 yilda kamida 2 marotaba amalga oshirishingiz kerak. Profil yuzasini artayotganingizda tarkibida kislota, turli erituvchi va kimyoviy moddalar bo'lgan vositalardan aslo foydalanmang. Bu profilga salbiy ta'sir o'tkazishi mumkin. Eng yaxshi usul oddiygina sovun eritmasi orqali siz profilni yaxshilab artib oling. Rom ichidagi rezina zichragichlarni ham yaxshilab yuvib, ularni changdan xalos qilib oling. Har 6 oyda rezina zichragichlarni maxsus moy bilan moylab turish esingizdan chiqmasin. Agar siz rezinalarni to'g'ri parvarish qilsangiz, ular o'zining asl elastik xususiyatiga qaytadi. Shundagina ular tashqaridagi sovuq va shovqinni uyingizga o'tkazmaslikni ta'minlaydi. Suv chiqib ketish uchun maxsus mo'ljallangan drenaj kanallarni ham tozalashni unutmang. U yerda turli chiqindilar va changlar to'planib qolgan bo'lish ehtimoli mavjud. Eng zo'r usul bu fen yordamida drenaj kanallarni tozalashdir. Romning ochilib yopilishiga xizmat qiladigan maxsus mexanizmlarni ham 1 yilda 2 marotaba moylab turishingiz shart. Shundagina ular oson va yengil harakat qiladi. Yuqoridagi maslahatlarimizga amal qiladigan bo'lsangiz, sizning romlaringiz uzoq yillar davomida sifatli xizmat ko'rsatadi. Akfa, samaradorlik biz bilan.